Original jihozlari bilan 4 pakalini propan gaz uстановка qilib berildi. MCM variantiga uстановка qilib berildi. Bonuslarini sanab o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Blok upravleniyamiz Stakkovka 200 original Polshada ishlab chiqarilgan blok upravleniya uстановка qilindi. Elektron sistema, map datchik, suratchik, kuchaytirgichi Polshaniki. Farsumkamiz original 01 farsumka Polshada ishlab chiqarilgan. Original italyanskiy Norveg reduktorlaridan uстановка qilib berildi. Barcha bonuslarni hisobga olgan holda. Ahamiyat beradigan joyi Cobalt MCM avtomobiliga programma, pрошивка, motor, korobkasiga programmalari hammasi bonusiga qilib berildi. Programma, pрошивка, motor, korobkasiga 99% gazovikda bu narsa yo'q hisoblanadi. Bizda esa bor do'stlar. Bu komplektatsiyamizning narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Obunachilarimiz uchun faqatgina bu bonuslarimiz amal qiladi do'stlar.